bir kun keladi va siz bu dunyoni tark etasiz. Avval sizni eslaydiganlar asta-sekin kamayadi. Keyin esa sizni tanigan oxirgi inson ham ketadi. Ana o'shanda go'yo siz hech qachon bo'lmagandek, yashamagandek bo'lib qolasiz. Ovozingiz boshqa hech qachon jaranglamaydi. Kulgingiz ham chang bosgan suratlarda jim qoladi. Ismingiz esa qayerdadir yozilgan falonchi-falonchiyev, ammo hech kim o'qimaydigan oddiy xira yozuvga aylanadi. Siz to'plagan narsalar, siz qurgan hayot, bularning barchasi begona qo'llarga o'tadi. Dunyo esa bir lahza ham to'xtamaydi. U sizsiz ham aylanishda davom etadi va eng achinarlisi, yo'qligingiz deyarli sezilmaydi. Shu haqiqatlarni anglagan inson bir narsani tushunadi. Bu dunyoda qoldirgan narsalaringiz emas, oxiratga to'plagan amallaringiz, qilgan ibodatlaringiz asl qiymatga egadir. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, sababi bizni boshqa topa olmasligingiz mumkin.